Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Tezkor xabar: futbol olamida shov-shuv. Rustam Ashurmatov 20 million yevro evaziga PSJga o'tishi mumkin. Fransiya Grand klubi Paris Saint-Germain O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Rustam Ashurmatovni 20 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Ushbu transfer nafaqat o'zbek futboli, balki butun Markaziy Osiyo futboli tarixidagi eng muhim voqealardan biri sifatida baholanmoqda. 30 yoshli markaziy himoyachi Rustam Ashurmatov uzoq yillar davomida o'zining ishonchli o'yini, jismoniy kuchi va yetakchilik fazilatlari bilan muxlislar e'tiborini qozonib kelmoqda. U professional faoliyatini Bunyodkor tizimida boshlagan va keyinchalik Janubiy Koreyaning Jeonju hamda Gangkong klublarida O'zbekistonning Navbahor jamoasida, Rossiyaning Rubin Qozon klubida va boshqa jamoalarda muvaffaqiyatli to'p surdi. Shuningdek, u O'zbekiston terma jamoasining asosiy himoyachilaridan biri sifatida ko'plab muhim uchrashuvlarda maydonga tushgan. Manbalarga ko'ra, PSG bosh murabbiyi Luis Enrique Ashurmatovning o'yinlarini uzoq vaqt davomida kuzatib kelgan. Murabbiy ayniqsa uning havodagi kurashlardagi ustunligi, pozitsiyani to'g'ri tanlay olishi va himoyadagi barqaror harakatlaridan hayratda qolgan. Luis Enrique yangi mavsum oldidan himoya chizig'ini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan va aynan Ashurmatovni muhim transfer maqsadlaridan biri sifatida ko'rgan. PSG sport direktori ham futbolchining tajribasi va xalqaro maydondagi o'yinlari klub uchun foydali bo'lishini ta'kidlagan. Klub rahbariyati Ashurmatovni nafaqat zaxira varianti, balki asosiy tarkib uchun jiddiy raqobatchi sifatida baholamoqda. Transfer summasi esa 20 million yevro etib belgilangan bo'lib, bu O'zbekiston futboli tarixidagi eng yirik transferlardan biri hisoblanadi. Muxlislar esa Ashurmatovning Fransiya chempionatidagi debyutini katta qiziqish bilan kutmoqda. Agar ushbu transfer ro'yobga chiqsa, Ashurmatov Yevropaning eng kuchli klublaridan birida to'p surgan ilk o'zbekistonlik himoyachilardan biri sifatida tarixga kiradi. PSG muxlislari esa yangi himoyachidan katta umid kutmoqda. Qadrli do'stlar, albatta ushbu transfer amalga oshadigan bo'lsa, ham yurtimiz uchun ham O'zbekiston uchun ham juda ham katta infariya berib yuboradi. Nima bo'lganda ham yurtimiz PSG ajoyib variant va PSG bilan birgalikda ham yurtimiz Rustam Ashurmatov Yevropa Chempionlar Ligasini ham Abduqodir Husanovdan oldin yutishi ham mumkin. Albatta nima bo'lganda ham yurtimizga omad tilab qo'yamiz. Hozircha muzokaralar boshlandi. Qani ko'ramiz endi do'stlar, vaziyat qanday tus oladi. Hamma odamlar noto'g'ri o'ylashi mumkin. Jahon chempionatida biz juda ham yirik hisoblarda mag'lubiyatga uchradik. Bu transfer bo'lishi mumkin emas, imkoni yo'q deb o'ylaysiz, ammo unday emas do'stlar. Albatta Jahon chempionati 2026-yilda biz O'zbekiston terma jamoasi birinchi marotaba ishtirok etdi. U yerdagi bosim albatta futbolchilarga ham ta'sir qiladi. Nima bo'lganda ham bu vaziyatni tushungan holatda undan oldingi o'yinlarni tahlil qilib murabbiylar mana shu fikrga kelishgan. Nima bo'lganda ham yurtimizni 20 million yevro evaziga transfer qilishi bu juda ham ajoyib xabar do'stlar. Nima bo'lganda ham yurtimiz Rustam Ashurmatovga omad tilab qo'yasiz deganim bittaman. Qadrli do'stlar, mana shu xabarni sportextra.com sayti orqali e'tiboringizga havola etyapman. Albatta ingliz tilida yozilgan xabarni men sifatli qilib o'zbek tiliga tarjima qildim. Xulamasdan tayyorladim. Albatta do'stlar, mehnatim uchun like bosib obuna bo'lib qo'yasiz deganim bittaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Eng so'nggi yangiliklar va eng so'nggi transferlar faqatgina O'zbek futboli kanalida bo'ladi. Albatta do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, kanalimizni kengaytiraylik. Barchaga kattakon rahmat. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.